Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sog' salomat yuribmizlar. Hammangiz. Ya, bugun xudo xolosa 21-aprel 2025-yil xudo xolosa navbatdagi obyektimiz joy utilitlatish. Shunchaki xizmatlar bo'lsam endi qilamiz xudo xolosa. Fasad. Fasad xudo xolosa press steklovatadan başladık 5 cm. Bu adresimizni aytadigan bo'lsak, adresimiz Progressda İsmail Eshan. Ko'pchilik biladi. Shundayna joy utilitlatish. Bu yerda beton joylar bor bu, hukumat qurib bergan. Shular xudo xolasa 1-2 zakazlarimiz bor, utilitatib beramiz. Utilitil to'g'risida ma'lumot hozir ustani chaqiramiz. Usta bu yana keling, ma'lumot berasiz bir qator. İşini oldu buyda xudo xolasa. Подправлять бурятырмыз. Endi подмаяк chiqmaydi, подправлять бурятырмız. G'aybat. Assalomu alaykum. Bormi usta bu? Sog' bo'lsizmi? Aman sog'na. Nechik ishlaydimmi? Boshlab berdilar ishlarim. 5lik axı bak. 5lik stiklavata. Munchakilarni ip chekib, ajoyib atib, to'g'ri aytirib urib turibsizlar. Arkasi travilaga chiqarib o'tmiz. Bu ko'p o'y ekan bu joy. Ha, o'y yerlari bor ekan, obunachilar ko'ringlar. 2,5 cm o'y joylari bor ekan. Shuni to'g'ri aytirib urib turibsizlar. Qo'shib chiqarib beramiz bu joyni. Ha, endi buni stiklavatasini urib, undan keyin ustidan hava setka kelay tortiladi, undan keyin travertin ham uriladi, xudo xolasa. Nasib bo'lsa, yana bir tarafini urib bilaylik. Aynalar atkoslari. Podpravlaga urdik buni, lekin urib ham chiqdi bu. Ha, urib ham chiqdi. Ha, urib ham qo'ydik, urib ham beribdi, urib ham berdi dillovsa bu aynan. Bo'ladi, mana endi shu garajgacha utilitatasilar. Aynalar atkoslari hammasini ishlaysizlar joylar. Ha, bo'ladi. Chiqarib beramiz xudo xolasa. Obunachilar yana xudo xolasa hazarasib, durujba murojaat etaverasizlar. Shunchaki xizmatlar bo'lsa aytib beramiz. Joylar utilitlatish. Akşam başladık bunu. Akşam başlab bilayni. Akşam bir tarafini bo'libdilar, ikkinchi tarafini ham urgan ekanlar. Ben tarafini ham boshlab qo'yib bilayni. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar. Kimda kim shunday xizmatlar kerak bo'ladi bo'lsa. Videomiz yoqqan bo'lsa bir like bosib, podelishni qo'yinglar. Shunday xizmatlar kerak bo'lib turgan insonlar bordir. Obuna bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Buni hali xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Hali buni duyishib parashyut uriladi, buni tutishuvchi, ya, dubli, parashyut dubl. Endi olib chiqdi. Havo ajoyib. Joy issiq bo'ladi, beton joylar. Ha, teyin ham soqolini quydik buni. Ha, shuni aytib o'tadi. Bu soqolini 10 cm quydingsizlar, ha? 10 cm chiqarib quyildi. Ana fundament bilan. Düzdük bunu 10 cm eng baland joyi buni. Ha. Buni tepsizlar düzdük bunu. Svязка etdiysizlar beton bilan. Beton bilan svязка etildi. Ha, esa. Obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yanagi roliklarda ko'rishguncha.